Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana yana bitta obyektimiz, xudo xolasa, chiroshga qilib beringlar deyishgan edi. Trivantindan oldinroq, asfalt bo'lishidan oldinroq deyiladi. Xudo xolasa mana chiroshkalarimizni o'tgan safar aytganimizdek, semunini loqalari oqmasligi uchun asfaltdan oldin deyilyapti. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi degan ekan. Mana zinalarimiz tepasiga steshga qo'yib beringlar, yonini kiroshka qilib beringlar, pog'onalarini yonlari kiroshka bo'ladi. Tepalari steshga deb zakaz berilgan edi. Steshkalarimiz mana shu holatda bitadi, xudo xolasa. Qirg'oqlaridagi aynelari qo'lni, oyoqni kesmaydigan holatda bo'ladi. Tepalari yopilib ketadi. Yonlari kiroshka bo'ladi, xudo xolasa. Mana steshkalarimiz shu bo'ladi, xudo xolasa. Mana tepalari steshka, yoni kiroshka bo'lib bitadi, xudo xolasa. Hali batta asfaltlari, trivantinlari chiroyli bo'lib bitsa yana bir uy egalaridan so'raymiz. Endi biz ishni bitirib ketib qolgan bo'lamiz. Unda video qilib tashlab yuboramiz. Chiroyli qilib bitgan holatlarini yana imkon qilsak videolarga olib qo'yamiz. Olmazsa